Bugun sizlar bilan Singapur yaxshimi yoki Amerikani 5 ta farq bilan solishtirib ko'ramiz. Birinchisi, mashina. Singapurda mashina bu hashamat va boylik timsoli hisoblanadi. Ya'ni faqat puli borlarda mashina bor. Amerikada esa mashinasiz deyarli hayotni tasavvur qilish qiyin. Ikkinchisi, xavfsizlik. Xavfsizlik bo'yicha Singapur ancha kuchli darajada. Bu yerda ko'chada даже telefoningizni qoldirib ketsangiz ham 95% holatda hech kim tegmaydi. Amerikada esa buni aksi. Amerikada yashaydiganlar buni yaxshi tushunishadi. Uchinchisi, ta'lim tizimi. Singapurda baho va intizomga juda ham kuchli qarashadi. Amerikada esa o'zingizni ko'rsatib berishingiz va skilllaringizga ko'proq e'tibor qaratishadi. To'rtinchisi, ish. Singapurda ish topish nisbatan qiyin, ayniqsa chet elliklar uchun, lekin o'zini fuqarolari uchun bu deyarli muammosiz. Amerikada esa o'zingizni ko'rsatib bera olishingiz va tashabbusingizga qarab ishga taklif qilish qilmaslikni o'ylab ko'rishadi. Bu meni fikrimcha. Va beshinchisi, ovqatlar. Ovqatlar Singapurda Amerikaga nisbatan biroz qimmatroq va bu yerda asosan street food ommalashgan. Amerikada esa fast food ko'proq va sog'liqqa zararli tomonlari ko'p deb hisoblanadi. Va har ikki davlatda ham menimcha halol ovqat topish nisbatan muammoroq. Sizda tanlov bo'lganda Singapurni tanlarmidingiz yoki Amerikani? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.